Vatansiz men devona kezdim dünya sarsana yetim kabi bu dişim buldu meyus yegane yetim kabi bu bişim buldu meyus yegane Vatan seni kızıl gülge türkümek bana armağan Vatansiz men devona kezdim dünya sarsana yetim kabi buldu meyus yegane yetim kabi bu bişim buldu meyus yegane şad eyligin ey Tanrım derdimge biri derman vatanni kızıl gülge pürkümek bana armağan Qanatidan ayrılgan qo'sh, parvoz qilolmagandek vatansiz qolgan insonmi yetim yegani yashaydi. Yaridan ayrılgan bir yil yig'lasa, yurtidan ayrılgan 1000 yil yig'laydi deydigan ota-bobolarimiz. Vatansizlik dardini chekib yashayotgan bu kunimizda haqiqatan ona tuprog'imizga qaytib berib, vatanni qizil gulga purkimak hammamizga armondir. Bir ota vatan millat ishqida yanalaganda o'z farzandini o'ziga o'xshash yetildira oladi. Umrini madaniyat, ma'rif va yosh o'smirlarni tarbiyalashga bag'ishlagan ustoz marhum Bahodir Niyoz 1938-yili Turpanda tug'ilgan. Onun cho'ng otasi Yunusbek Saidi va Junaytaxun Saidlar Uyg'ur kurash tarixida muhim o'rin olgan shaxslardan bo'lib, Yunusbek Saidi 1933-yili 12 noyabrda Sabit Damullan bilan birga Sharq Turkiston Islom Cumhuriyatini qurganlardan biri. Shuningdek, birinchi Cumhuriyatning dehqonchilik ministri va Qashqarning valisi bo'lgan. Yunusbek dastlab To'mirbek tarafdori, keyin bo'lsa Sabit Damullanni qo'llab, Sharq Turkiston Cumhuriyatini ta'sis qilishga alohida kuch chiqargan. Yunusbek Xo'ja Niyoz Hoji qatorliq Sharq Turkiston Cumhuriyatining bir qism rahbarlari bilan bir qatorda Shinsay tarafidan o'ldirilgan. Yunusbek ayni chog'da Yangzingshan tarafidan ochilgan Rus tili siyosiy qonun maktabini bitirgan ikkala Uyg'urning biri hisoblanadi. U millatimiz ichidan chiqqan dastlabki ziyolilardan bo'lib,
bilimini birinchi Cumhuriyetning qurilishi va xalq yo'lida ishlatgan. Tağısı Cüneyt Axun Seydi, Turpanda Gomendanga qarşı qo'zg'algan 50 yıl muqaddam 53 yigit. Şu büyük mektepni tugatgandik biz. Amdi-chu bo'p qoldik oppoq chosh bo'vay. O'tar ha bu hayot. Nima degan tez. O'ylabdik bir izda mangu o'zgamay. Navqiron yoshlikda turdigandek. Kun o'tib ay yügürel, yıllar çapsımı, yigitlik teyzini sürdüğandı. Velikin mənisiz ötmedi ömür. Ustazlar təlimi çıkmadı əstin. Acayip talantlar çıktı yetişip, ilimge ixlasmen, otluq nəpəsdi. Mərhum dadam buvamның ayni çağda Xitay müstəbidləri qolida qiyin qıstaqqa ilinib, türməyə taşlanıb, öldürülüş jarayoni haqida so'zlab, qizim, biz Xitay jallatları bilan kurash qilgan ajoyib botir insonlarning avlodlari. Buni hech qachon unutmasligimiz va ulardan cheksiz faxrlanib yashashimiz kerak deydi. Ustoz marhum Baudun Niyaz 1966 yılı xizmati asliga keltirilib, dars munbiriga qaytdi. 1970 yılı Avtonom rayonlik ma'rif nashriyatiga yo'tkilib, 10 yilga yaqin til adabiyot darslik tuzish bo'limida xizmat qiladi. U Sadir Palvon qo'shiqlari, Nozgum dastoni va boshqa yozuvchi shoirlarning asarlarini darslikka kirgizib, Uyg'ur yosh o'smirlarining ro'yini qo'zg'atishda alohida xizmat ko'rsatdi. 1980 yılı Örümçideki en noktalık tecrübe otur mektebining müdiri olup yana xizmati yetkiladi. Tecrübe otur mektepte yüz bergen her xil chiriklik ve Xitoyga bo'lgan ashaddiy o'chmanligi sababli xizmatini davomlashtirishga ko'zi yetmagan ustoz dal 50 yoshiga kelganda og'ir diabet kasaliga giribdor bo'lib, muddatdan burun pensiyaga chiqadi. Doktorning biz qo'limizdan kelganning hammasini qildik. Saqish ehtimolligi bir karomat deb aniq bildirganda, ustoz dal bu paytda qo'liga qalamni elib, onamga tasalli she'rini yozdi. Hergiz mening tırnaq tatlab qalar yerim yo'q. Şatlan ana g'ayratli bol qayg'uni tashlab. O'tkach ana bu jahonda xushomatsizman. Ulug' ishni kasb qildim, nadomatsizman. Shodliqim shu muallim deb nomim qoldi. Emasmanki husuli yo'q. Ziraatsizman. Ani canım, qarzim tola boynumda menim. Razı bo'lg'in bergan oppoq halol sutunga. Loyiqida bersam javob bo'ladi sening. Kechilari kirpik qoqmay qotqon kuyinga. Bilsan o bizde mundaq təsəlli söz var. Yığılmanla ölgənlərgi yaman boludu.
ketdi deme meni tashlab yegani o'g'lim. Ta'lim bergan shogirdlarim balam. Saqayshi karamat deyilgan ustoz Allohning himoyasi bilan hayotini davomlashtirdi. Bir qiz farzandning o'z otasining izidan minish arzu armonlar bo'lganidek, otasiga bo'lgan ishonchi shartsizdir. Otalarning taqdib ta'riflanishi buyuklik ham tavranmas kuch bo'lganligining dalilidir. Vatan xalqiga beg'ishlagan yurak so'zlarini qalamga olgan ota cho'nqur sevgisini yangratdi. Hiç kaçan isimden çıkmaydı. Merhum dadam bir ömür yarın bulay namlıq şiirini yazganda, ben 10 yaşta idim. Ben bu şiirinin temisiga qarab, dadamga dada, bu şiirini apamga atap yazdınız mı dep sordum. Dadam külüp gitip, bana kızım, bir ömür yarın bulay degen bu şiirini hem apаңызga, hem vatanimga, hem sizlar ballarımga atap yazdım. Sevgi muhabbet kişi yaxşı ko'rgan hamma narsaga belgishlanadi. Siz cho'ng bo'lganda buni tushunasiz degan edi. Bu she'r 1980-yilda o'tkazilgan she'riyat musobaqasida 1-darajalik mukofotga erishib, marhum dadam she'r uchun berilgan mukofot puliga akam Hadam va men uchun televizor hamda bizga kiyim-kechak elib berib, bizni bekmi xushal qilgan edi. Ustoz marhum Bahodir Niyoz O'rta Osiyo davlatlari, Turkiya, Yaponiya va Amerikada ziyoratlarda bo'ldi. Jismiga botirlik jasorati mujassamlangan ustoz Bahodir Niyoz 2002-yili Yaponiyadagi Uyg'ur jamoatining yaponliklar bilan birlikda o'tkazgan Navro'z faoliyatiga qatnashib, Navro'z she'rini o'qib qizg'in olqishga erishdi. Bizleri beriyotgan ve shuningdek vatan sirtining har qaysi joylarida Tangri Tig'ining janubi va shimolidan borgan barliq Uyg'ur va boshqa musulmon millatlarning Navro'z shodligi o'tkazayotgan kunida o'zlarining mushayadagi qarindoshlarining Navro'z bayramini tabriklab yozgan tuvandagi bir she'rini o'qib o'tmoqchi. Çünkü Uyghur çocuklara Nippon Kimaş'ta yoğunlaşıyor. Tibet'in Uygur'u hacimiyesi bir Tibet'in Kaku Mizoku Urebaksino Noruz'dan oylaşılaştı. Zingine Noruz Chi'o Rodoş'ta edilmez. Navro'z şadlığı. Navro'z degan yilning 5-i va bahor asli. Oyoq nishar Navro'z bilan qahraton tasli. Quruq qo'ng'iz uchar qanot chiqib uchakdan, taskin topar zimistonga qolgan nafrati. Navro'z bilan gul tabiat ichib chiroy, ipor chachar vatanning kam ediz bog'lari. Navro'z bilan hayot uchun halol mehnatning jaranlaydi ashu yillik jakarnomasi. Navro'z ayyam
Nevruz bayram, Nevruz enene, hep karaydı emgekçiler Uygur balısı. Nevruz bilen yeni cengi taşlaylı kadem, yanrap kessin her dem onun şadiyanısı. Tanrı tağdın Nevruz köyü yetsin cahanga, kapkalmagay bu sadanın hiçbir çalısı. Nevruz fakat Tanrı tağının perzendigi has, yoktur onun kainatta başka varisi. Ustoz marhum Bahuddin Niyoz vatan sirtidagi qadrdon do'stlari va savoqdoshlaridan inqilobchi Ahmad Egambadi, Turkiyadagi aktiv Uyg'ur siyosiy faoliyatchisi Amudxon Ko'kturk, marhum general Muhammad Riza Bekan Pasha va marhum ustoz Oblikin Boqi Iltabar qatorliqlar bilan uchrashdi. Amerika ziyorati davomida vatan sirtida elib berilgan siyosiy faoliyatlarga va Erkin Osiyo radiosining programmalarini anglab, qalbiga vatanning ozodligi uchun chirpingan umidlarni, o'rlik bilan bog'langan rangarang armonlarni tingib vatanga qaytdi. 2006-yili vatanda yuz berayotgan haqsizliklarga chidab tura olmay, qo'liga qalam oladi va jahonda hammadan Uyg'ur bo'lmoqdas nomli she'rini yozib, Xitoyning zulmiga qarshi isyon qiladi. Gerçi bu she'rni e'lon qilishga fursati bo'lmagan bo'lsa-mu, o'z qo'l yozmasi bilan Darul Muallimda billa o'qigan savodoshlari va do'stlariga tarqatib berdi. 25 kubletlik bu she'r shu chaqda qo'ldan qo'lga o'tib, xalqning yoqtirib o'qiydigan nadir bir she'r bo'lib qolmay, 50 kubletga qadar ko'paytirilgan. Ustoz marhum Bahuddin Niyoz 2008-yili 14-aprel kuni 69 yoshida yurak kasali bilan hayotidan ayrildi. Dal shu kuni Erkin Osiyo radiosining tahriri marhum Oblikin Boqi Iltabar apandimning o'rlashtirishida jahonda hammadan Uyg'ur bo'lmoq tez she'ri tunji qitim rasmiy yo'sinda e'lon qilinadi. Marhum vatan ichida butun umrini ma'rif sepiga beg'ishlagan fidokor o'qituvchi, ma'rif va o'qitish sohasi uchun yozgan ko'plagan maqola va she'rlari har xil mukofotlarga erishgan bo'lsa-mu, uning siyosiy maydoni tufayli atalmış Uyg'ur Abdunum rayonlik hukumat har qanday o'rinning uning vafoti uchun eslash va xotirlash faoliyati o'tkazmaydiganligi haqida uqtirish tushirdi. Biroq xalqning qalbidan o'rin olgan ustoz uchun marsiya va ta'ziyalar sanoqsiz edi. Tepilmez dünyada bizdek natavan. Cahanda hemmedin Uyghur bo'lmoqdas. Yot eldin kelganla bizgi hükümran. Cahanda hemmedin Uyghur bo'lmoqdas. Ezeldin bir emas tilimiz bizning. Qo'shilmas zodalar qinimiz bizning. Qandaqmı bir bo'lsin dilimiz bizning. Cahanda hemmedin Uyg'ur bo'lmoqdas. Çeylendi gül vatan iflas ayakta. Bu hayat şadlıktan bekmi uzakta. Mukaddes arzula kaldı koyakta. Cahanda hemmedin Uyg'ur bo'lmoqdas. Oltunning ustida dessat turimiz. Ammo bek qisqidir bizning qo'limiz. Nemishqa shuncha tor bizning yo'limiz. Jahonda hammadan Uyg'ur bo'lmoqdas. Yer zimin bizningki, boylik bizningki. Tangri tog' farzandi o'g'il qizninki. Velikin dert, elem, hasret bizninki. Cahanda hemmedin Uyg'ur bo'lmoqdas. Tor keldi o'zimiz törelgen vatan. Do'zaxga oylandi jannatdek gulshan. Qo'zg'inlar makoni bo'ldi gul chiman. Jahonda hemmedin Uyg'ur bo'lmoqdas. Talayla at salduq kelib g'ayratga. Qahrimiz yalqunjab
to'lib nafratga, yanada yor bo'ldi qayg'u hasratga. Jahonda hammadan Uyg'ur bo'lmoqda. Əslasak bizdimi ko'p ekan illat. Shunglashqa g'aflatga qopti bu millat. Qani shu ajdodlar yaratgan xislat. Jahonda hammadan Uyg'ur bo'lmoqda. Yuvashlik qilib biz qoldik baloga. Yetmidi ohimiz kengri samaga. Duch keldik talayrat sulhi salaga. Jahonda hammadan Uyg'ur bo'lmoqda. Angraydi alamdan miskin xalqimiz. Titraydi g'azabdan dardlik qalbimiz. Hiç bundoq emasdi bizning tektimiz. Jahonda hammadan Uyg'ur bo'lmoqda. Ketgechga ko'p ketim qo'ldagi fursat. Biz ojiz raqiblar bo'ldi baquvvat. Egilar valikin so'nmas haqiqat. Jahonda hammadan Uyg'ur bo'lmoqda. G'arbni ocharkan sharqdan kelib, bularkan tolarkan gajgiga minib, biz bo'lsak vatanda musafir g'arib. Jahonda hammadan Uyg'ur bo'lmoqda. Tizilgan hayvatlik rat imorat. Qilidi uningda kimlar tapovat? Uyg'urga bu joyda bormi ijozat? Jahonda hammadan Uyg'ur bo'lmoqda. İttifoq inoqlik so'zlanar shuncha. Barobar tanglikdan asar yo'q qilcha. Har qachon hamrodur bizga g'am g'ussa. Jahonda hammadan Uyg'ur bo'lmoqda. Qarsan ko'zingni o'yiman deydi. So'zlasang tilingni kesiman deydi. Ko'nmisang qiningni ichiman deydi. Jahonda hammadan Uyg'ur bo'lmoqda. Zaminni qopladi ohimiz bizning. Palakdan halqidi zorimiz bizning. Doimo perişan holimiz bizning. Jahonda hammadan Uyg'ur bo'lmoqda. Tangri tog' bag'rida o'laydi bo'ron. Nashtardek sanjilar mudhish shivirg'on. Bahordan direk yo'q bunda hech qachon. Jahonda hammadan Uyg'ur bo'lmoqda. Ot yurak Sodirning avlodi qani. Olamni titratgan ajdodi qani. Gistonni gum qilgan Farhodi qani. Jahonda hammadan Uyg'ur bo'lmoqda. Zulmatda ay yulduz sirdoshdir bizga. Hurriyat, erkinlik dildoshdir bizga. El vatan har vaqt mungdoshdir bizga. Jahonda hammadan Uyg'ur bo'lmoqda. Turilib g'azabdan bilak bir kuni. O't bo'lib yanidi yurak bir kuni. Ashidu amalga tilak bir kuni. Demaymiz shu chaqda Uyg'ur bo'lmoqda. Ota nasihati bilan yetishgan qizi otasining qo'lini hech qo'yib o'tmaydi. Chet el tili o'rganishga qiziqqan Madina Ay otasining til o'rganish bir kasb hisoblanmaydi degan so'zi hamda otasining orzusi bilan atalmish Şinjan Universiteti Adabiyot fakultetining axborot kasbida o'qiydi. Urumchi televiziya stansiyasida 7 yil xizmat qilgandan keyin
vatan uchun vatandan ayrilib, Turkiyaning Marmara Universitetida radio televiziya kasbida o'qigandan keyin Erkin Arsiya radiosida 10 yil xizmat qildi. Madinay navbatda ot kasbini davomlashtirib qolmay, O'rta Osiyo va Amerikadagi yashayotgan o't yurak san'atkorlar bilan birlikda o'zining she'ri bilan bir-biridan go'zal naqshlarni ijod qilib, xalqimizga sunmoqda. Atamni aslab, u shundaq edi ata degidek. Har kimning oldida g'ururlangudek. Vaqtsiz ayrilib katta aradan bo'lmagan mehrga teqiqqangudek. Seg'indim mehringni, seg'indim qavat. Sen iding beshimga toju taxt davlat. Razı idim dünyani pida eylisem, quyoşdek chehringni ko'rishga bir ret. Sen hayat g'imim yo'q, yashab keptiman. Mushundaq o'tidi hayot debdiman. Aqlimni bilganda dedim ochiq. Qanoti qayrilgan qush bo'lib qaptiman. Egilmas qaddingdan lal idi qarg'ay. Quyoşdek mehringning misoli talay. Ilim pan beg'ida bir bog'van eding. Ter tökdüm tenimsiz, charchimay, harmay. Ecrimde yetişken minglab yürekte. Köklaydı ruhin tümen jıl kış yaz. Ümidin yıkında açıdı çiçek. Eyligin şadıman, cennet pervaz. Qadirlik ata, siz men uchun samoda chaqnagan eng parlaq yulduz. Bütün ömrümde sizga o'xshash kuchli bir inson bo'lishga intildim. Biroq siz arzulagan, papilab cho'nqigan erkak qizingizning qalbi talay qitim pari-pari bo'ldi. Hayat musabisining egiz-pas davallarida vatansizlik, g'eriblikning bo'ron chapqinlarida halokat girdobig'iga ishtirildim. Yiqildim, taldim, yig'ladim, ammo hech qachon voz kechmadim. Ham yonmadim. Siz garchi yenimda bo'lmasingizmi, sizning ro'yingizdan suv ichgan ruhim tavlanib, xuddi yenimda turib, yiqilganimda qo'lingizni menga uzatib, balaligimda qizim. Siz o'g'il baldek botir ham kuchli bir qiz. Hech nimadan qo'rqmaysiz. Shunga men o'lib ketsam-mo, sizdan g'am qilmayman degan madadlaringiz meni yolg'iz qo'ymadi. Mehringiz bilan akiltib turib singdirgan ruhimdagi g'oliblik meni umiddan hech qachon tandirmadi. Ota-bobolarimning tiz bukmas qahramon ish izlari qorong'u dengizdagi mayokdek meni yo'rg'liqqa boshladi. Kurash g'ayratim ata. Men vatandan ayrildim. Siz qadrdonim, anam mehribonimdan ayrildim. Lekin sizning menga bergan jasoratingizdan ayrilmadim. Hali ham quloq to'rimda. Siz menga qizim, odam keludi ketudi. Xuddi hayot shomi yinib o'chgandek. Biroq qalam izi mangu o'chmaydi degan edingiz. Ata, siz jahonda hammadan Uyg'ur bo'lmoq tas dedingiz. Ammo Uyg'ur bo'lib yashadingiz. Men ham Uyg'ur bo'lishning naqadar tasligini beshimdan o'tkazdim. Ham sizga o'xshash oxirgi tenig'imgacha Uyg'ur bo'lib yashashga atlandim. Sizning izingizdan qo'zg'aldim. Ishonamanki, al qo'zg'aladi. Ko'k sama cho'qim bir kuni biz uchun qayt suziladi. Va siz aytgandek, turilib g'azabdan bilak bir kuni, o't bo'lib yonadi yurak bir kuni, ashidu amalga tilak bir kuni, demaymiz shu chaqda Uyg'ur bo'lmoq tas.
Deniz deryalar işin, tağu davanlar bizi. Ana yurtum makanim, diyarımga barğum baminim. Hindi tenim tükülgen, ata buvam kümülgen. Qad kütürüp tik turgan Tangri tağni körgün baminin. Qo'zg'alg'in Uyg'ur emas, Vatan qo'ldan hargiz ketmagay. Ay yulduz bayrog'in ko'k yuzida ko'rgin baminin. Qiz yigit xo'rlangan, ayak asti qilingan, ezilgan shu xalqimning qo'llarini suygin bamining. Feryadim osmon felak to'kilgachga qonsilda, ejderhanın ağzıdır, vatanımni algın baminin. Qo'zg'alg'in Uyg'ur emas, Vatan qo'ldan hargiz ketmagay. Ay yulduz bayrog'in ko'k yuzida ko'rgin baminin. Qo'zg'alg'in Uyg'ur emas, Vatan qo'ldan hargiz ketmagay. Ay yulduz bayrog'in ko'k yuzida ko'rgin baminin. Vatanimga ey Allah, bo'lg'ay sen o'zing panoh. Menmu hurlik ilkida qaqoqlab bir kulgim bor. Qo'zg'alg'in Uyg'ur emas, Vatan qo'ldan hargiz ketmagay. Ay yulduz bayrog'in ko'k yuzida ko'rgin baminin. Qo'zg'alg'in Uyg'ur emas, Vatan qo'ldan hargiz ketmagay. Ay yulduz bayrog'in ko'k yuzida ko'rgin Yat əllərdə qağcırab жүрген biz Uyg'urlar hayatqa ko'z ochgan kunimizni albatta o'zimiz tug'ilib o'sgan vatanimizda eng yaqin kishilarimiz bilan o'tkazishni xohlaymiz. Ulug' Allohdan yana bir tug'ilgan kunimning o'z yurtimda, vatanimda o'tishini tilayman.
Hoş geldi yana bir tug'ilgan kunim va lekin chiqmaydi xushalliq unim topdim men oxiri ko'nglimdan javob dertlerim talayken kunduzi tunim hoş geldi yana bir tug'ilgan kunim va lekin chiqmaydi xushalliq unim topdim men oxiri ko'nglimdan javob dertlerim talayken kunduzi tunim ey egam men muhammasum bir banda öter ruh qutlug' kun bir chog' vatanda orzum yo'q mening shuningdan o'zga kun tuni tangrimga qilganda sajda Dostlarım yağdırdı güzel tilekler Şadlıkka çömsün dep sundu çiçekler Vatansiz ne külke ne de tentene Dökülgen kan yaşta toldu itekler Dostlarım yağdırdı güzel tilekler Şadlıkka çömsün dep sundu çiçekler Vatansiz ne külke ne de tentene Dökülgen kan yaşta toldu itekler Növətdə milyonlagan Uyghur jallat Xitay türmelerine qamalıb, qiyin qıstaq astıda hayatıdan ayrılmaqda. Alim, edip, şair, sanatkarlarımızdan hiç qandaq uçur alanmayıvatqan bu iğir içinişli günlerimizde
faşist Xitoy türməsindən Uyg'urlarning fəxrlik o'g'li, mutafakkur shoir, ma'rifchi va jamoat arbobi Abduqodir Jaloliddinning qora turmidan jahon ahliga bildirgan nolasi anglandi. Uyg'ur o'g'lonining zari yuraklarni azgan edi. Onunğa javoban nima deyishimizni bilolmay tingirqab turgan shu damlarda umid yulduzlardan biri osmonda chaqnadi. Azobga to'lgan yuraklarimiz ozroq bo'lsa-mu tasalli topgandek bo'ldi. Bolunda yegane bop kalsan mu ger Teşnalıkta seni ekter nigarın var Bir bolunda yegane bop kalsan mu ger Teşnalıkta seni ekter nigarın var Dün geceler ümit üzme yoruktan Düşmanını yener olup imanın var Tüm gecede ümit üzme yoruktan din Düşmanını yener olup imanın var Bak dilinde yarğa bergen kararım var Şun belekni veyran kılır ahuzarın Bak dilinde yarğa bergen kararım var Süngeklerden Çokum bir gün nest uzaktan yanarım var Bu siğilişker ötsün o süngeklerden Çokum bir gün nest uzaktan yanarım var Çokum bir gün nest uzaktan yanarım var Albatta vatan xalq uchun o'zini beg'ishlagan Uyg'ur qizi, vatan millatiga o'zini atagan fidokor Uyg'ur o'g'loni bilan muqaddam 20 yilni birga o'tkazdi. U hayotidagi yana bir qahramonni, umrlik hamroyi Umar Qanotga qalbidagi eng go'zal so'zlarini beg'ishladi.
Kalbimden urgıdı hayat süygüsü. Bağlarda içilgan çiçekler kabi. Çırmıdı yürekni sık hararet. Yalqıncap tutuşkan ateşler kabi. İçimde mınglagan isteklerim var. Bir şair ve yaki xanışlar kabi. Uylasam aslida aşık iken men, Mecnun'un dilbiri Leylisi kabi. Tangdaşsız hüsnümni ayım kızgınar. Közlerim bilinmez bir diyar kabi. Kelgine cananım yetay veslinge, çırmışıp süyüşken aşklar kabi. Şununğa işinimizki tarixning şanlıq bətlerinden o'rnagan, imperiya va davlat qurib düşmanlardan g'olib kelgan, insoniyat madaniyatiga g'oyat zo'r to'kib qo'shgan ulug' Uyg'ur millati hech qachon yo'q bo'lmaydi. Botir Uyg'ur xalqi qaytadan qo'zg'alib, o'z mustaqilligini qo'lga oladi. Ata, siz aytgandek biz ketimiz va bu dunyodan g'oyib bo'lamiz. Lekin bizning yozganlarimiz, bizning ovozimiz abadiyan o'chmaydi. Canım ata, qo'lingizni menga uzatgan kuni yeningizga armonsiz ketish uchun sizning mendan kutgan umidlaringizni cho'qim oqlayman. Batir Uyg'ur biz mahkum qilib turmalarga sonsiz Uyg'urni. Bulab aldın qo'llaridan ma'lum mulkini, ahuzari feryatları yetti pelakka, tökdün saldek derya derya qisas yeshini. Yosh yigitlar, olim ustoz bo'ldi terrorchi. Uyg'ur bo'lib yashaganlar milliy bo'lgunchi, bu zulmdan boş qalmidi hatta analar. Men musulman deganlarmu aşkun bir dinchi. Yo'qolmagan, yo'qolmaydi bu ulug' millat. Chunki janggoh kurashlarda zafar qozongan, tiz bukmagan ajdodimu tarixga baqsam, ta abadga o'chmaydigan shonliq iz qo'ygan. Medeniyet aql bilan dunyoni so'rab, hatta yaqin tarixdimi davlat qurgan biz. Sadichinning qurilishi ibrat emasmi? Yetolmaysan vahshi razil maqsadga hargiz.